Do'stlar, biz oldin xabar berganimizdek Boysun bahori folklor festivaliga tashrif buyurganmiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda tayyorgarlik jarayonlari juda ham qiziq kechmoqda. Nafaqat Boysun, Surxondaryoning balki barcha tumanlari o'zining madaniyatini, o'zining ajralmas jihatlarini mana shu ko'rgazmalarda namoyish etishgan. Albatta siz ham Boysun bahoriga keling. Hali vaqtingiz bor, hali ulgurasiz. Shoshiling do'stlar. Bugun biz sharqshunoslik yoshlari Boysun bahori festivalini yoritib berish uchun turizm komplekslariga keldik. Assalomu alaykum. Bugun eshitishimiz bo'yicha ikkinchi kun, Boysun bahori festivali ikkinchi kun va bugun milliy taomlar ko'rgazmasi tashkil etilgan ekan. Shu haqida Boysun milliy taomlari haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Boysun o'zining 3000 yillik tarixi bilan nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mashhur. Ana shu tarixi, shu milliy qadriyatlarimizni bugun aynan Boysun bahori festivali orqali butun dunyoga mashhur qilmoqdamiz. Bugun ikkinchi kun, ya'ni milliy taomlar festivali tashkil etilgan. Boysun o'zining dehqonchilik, chorvachilik sohasi bilan qadimda mashhur bo'lgan. Shuning uchun uning milliy taomlari ham aynan dehqonchilikka, chorvachilikka bog'liqligi joylari bor. Jumladan dehqonchilik sohasi bo'yicha dehqonlarimiz aynan bahorda sumalak, halim, ko'ksonsa, ko'kmanti, nonlarimiz esa qatpatir, zog'ora patir, qallama, bundan tashqari turli piyozli nonlar Boysunda tayyorlanishi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu yerda aynan dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi, qolaversa chorvachilik bilan shug'ullanuvchi xalqlar yashaganligi uchun o'zining o'zgacha bir ruhiyati, o'zgacha bir qadriyatlari bilan dunyoga mashhur. Hattoki aynan shu 19-asrlarda hozirgi kunda sevib iste'mol qilinadigan muzqaymoq ham aynan Boysunda tayyorlanganligi ma'lum. Bizning tog'li, qorli hududlar oddiygina ulovlarda xo'rjinda qor olib kelib lavlagi bilan aralashtirib muzqaymoq tayyorlaganligi ham manbalarimizda mavjud. Bugun mana shu milliy taomlar festivalida ko'proq biz nonlarimizga alohida urg'u berdik, chunki bu yerda dehqonchilikda bug'doydan ko'proq foydalanganligi uchun aynan nonlarning turlari ko'p bo'lgan. Bu yerda ko'plab nonlarning turlari belgilangan, ko'rsatilgan. Bundan tashqari Boysun yupqalari ham o'ziga xos ahamiyatga tayyorlanishi o'zgacha bir ruhiyatga ega. Assalomu alaykum. Biz Toshkentdan tashrif buyurdik bu festivalga. Men raqslaringizni ko'rdim. Juda ham maza qildik. Biz ham bugun Boysun bahori festivali o'zgacha taraflari nimada? O'zgacha tarafi eng go'zal, Boysunning eng go'zal joyida tashkil topgan. Bu ikkinchi marta men Boysun bahori tadbiriga qatnashishim. Maktabda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlayman. Lekin milliy o'zbek qadimgi momolarimizni jonlantirishga harakat qildim. Termiz tumanidan tashrif buyurganmiz. Albatta bugun juda katta tadbir. Nafaqat Surxondaryo respublikamiz, balki xalqaro davlatlardan mehmonlar tashrif buyurishgan. Hamma xursand, hammaning yuzida tabassum.
Hamisha yurtimizda tinchlik bo'lsin. Xursandmiz, shunday kunlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat kattakon xolajon. Mana bugun mana xolalarimiz bu chiqib turibdi, bu nima bir Surxondaryoni bir milliy hunarmandchiligi yoki bir kashtachilikmi bu? Shu haqida ham ozgina do'stlarimizga ma'lumot berib ketsangiz. Surxondaryocha yoshlarimizga albatta mana bu urchiqni yigirilatida ikki qavat qilib nima qilib aylantirib olamizda, ranglarga bo'yab, qalava qilib, mana bunaqa gilamlar to'qiladi. Mana shunaqa gilamlar to'qiladi. Bu qadimdan mo'malarimizdan qolib ketgan, ajdodlarimizdan qolib kelgan bizning udumlarimiz. Albatta buni yosh avlodga shunaqa qilib yetkazish kerak-da tadbirlarda. Keyin kashtalar, mana ostida turgan kashtalar hammalarini qadimda bizning ajdodlarimiz, momajonlarimiz tomonidan tikilgan. Xursandmiz. Mana shunaqa tadbirlar ko'p bo'lishini xohlaymiz. Rahmat kattakon, sizday ustozlar, sizday onajonlarimiz ko'paysin. Rahmat kattakon. Sever yasın, ala göz boy boy